30-chi bob. Rohila Yoqubga bola tug'ib berolmagachga, hadisiga hasad qilib, Yoqubga: "Mendunmi bola teping, bo'lmasa o'lgunim yaxshi", dedi. Yoqub Rohilaga ochiqlab: "Seni tug'mas qilib qo'ygan Xudo tursa, men nima qila olaydim?" dedi. Rohila uningga: "Siz mening dedikim Bilha bilan bir o'rinda yeting. U menga bola tug'ib bersin. Buning bilan menmu ona bo'lib qolay", dedi. Shunda qilib, Rohila dediki Bilhoni eriga kichik xotinlikqa berdi. Yoqub Bilha bilan bir o'rinda yotdi. Bilha homildor bo'lib, Yoqubga bir o'g'il tug'ib berdi. Rohila: "Xudo odil hukm chiqarib, duoyimni anglab, menga bir o'g'il berdi", dedi. Shunga bolaning ismini Dan, odil hukm chiqarish deb qo'ydi. Bilha yana homildor bo'lib, Yoqubga ikkinchi o'g'ilni tug'ib berdi. Rohila: "Men hadam bilan qattiq kurash qilib, oxir uni yengdim", dedi. Shunga bolaning ismini Naftali, Kirishim deb qo'ydi. Leya o'zining tug'uti to'xtab qolganligini sezib, dediki Zilponi Yoqubga kichik xotinlikqa berdi. Zilpa Yoqubga bir o'g'il tug'ib berdi. Leya: "Men haqiqatan talaylik", dedi va bolaning ismini Gad, talaylik deb qo'ydi. Zilpa Yoqubga ikkinchi o'g'ilni tug'ib berdi. Leya: "Men haqiqatan baxtlik, ayollar meni baxtlik ayol deyishidi", dedi. Shunga bolaning ismini Asher, baxtlik deb qo'ydi. O'mo mezgilda Leyahning cho'ng o'g'li Ruben bug'doyliqdan tug'maslik kesiliga shifo bo'lgan bir xil dori o'simlik tepib elib, Leyahga berdi. Buni ko'rgan Rohila Leyahga: "Menga o'g'ling tepib olgan dori o'simlikdan biroz bergin", dedi. Leyah uningga: "Mening erimni tatib olganing yetmamdi. Endi mening o'g'lim tepib olgan dori o'simlikni tatib elib, meni bola tug'ishdan mahrum qilmoqchimisan?" deb javob qaytardi. Rohila: "Agar sen o'g'ling tepib olgan dori o'simlikni menga bersang, bugun kecha Yoqub sen bilan birga bo'lsin", dedi. Shu kuni kun patqanda Yoqub bug'doylikdan qaytib kelganida, Leya oldiga chiqib uningga: "Bugun oqshom cho'qim men bilan yeting. Chunki o'g'lim tepib olgan dori o'simlikning badiliga siz bilan bugun kecha bir o'rinda bo'lish huquqiga erishdim", dedi. Shunga u kecha Yoqub Leya bilan birga yotdi. Leyahning duosi Xudoga yetdi. U yana homildor bo'lib, Yoqubga 5-chi o'g'ilni tug'ib berdi. Leya: "Xudo menga ajr qildi. Chunki men o'z dedikimni erimga berdim", dedi. Shunga u bolaning ismini Issakar, ajr deb qo'ydi. Leya yana homildor bo'lib, Yoqubga 6-chi o'g'ilni tug'ib berdi. U: "Xudo menga qimmatli sovg'at berdi. Endi erim menga yaxshi muomala qiladi, chunki men uningga 6 o'g'il tug'ib berdim", dedi. Shunga u bolaning ismini Zabulun, sovg'at deb qo'ydi. Uningdan keyin u bir qiz tug'di va uning ismini Dina deb qo'ydi. Keyin Xudo Rohilani yod etib, duosini ijobat qilib, uni farzand yuzi ko'radigan qildi. U homildor bo'lib, bir o'g'il tug'di. U: "Xudo menga o'g'il berib, meni nomusdan xalos qildi. Parvardigordan yana bir o'g'il tilayman", dedi. Shunga o'g'lining ismini Yusuf, yana Basun deb qo'ydi. Rohila Yusufni tuqqandan keyin Yoqub Labanga: "Menga ruxsat qiling, o'z yurtimga qaytay. Ayol va baljoqlarimni elib ketishga ruxsat qiling. Ular mening sizga ishlab bergan ish haqqim bo'lsin. Mening sizga qandoq tirishib ishlaganim o'zingizga ma'lum", dedi. Laban uningga: "Sen mendan xushal bo'lsang, mening yinimdan ayrilma. Men hozir boy bo'lib ketdim. Parvardigorning menga
baxt ato qilganligi sening yenimda bog'-bo'g'ningdan ekanligini fol ichish orqali to'nib yetdim. Aytgin, qanchalik haq so'rasang, jazman shunchalik beraman, dedi. Yoqub mundaq javob berdi. Mening qandoq jon tikib ishlaganligim, ajrim bilan qo'y qollaringizning qandoq ko'payib ketganligi o'zingizga ayon. Men kelishdan ilgari sizning qo'l ilkingizda ancha yo'q edi. Hozir boyligingiz shuncha ko'paydi. Parvardigor mening yeningizda bo'lganimdan sizga baxt ato qildi. Endi men o'z oilamni o'ylashim kerak, deb javob qaytardi. Emisa, sana nima berishim kerak? Deb so'radi Laban. Yoqub mundaq javob berdi. Manga ish haqqi kerak emas. Agar tuvandiki bu taklifimga qo'shilsangiz, chorvalaringizni davomli boqay. Taklifim mundaq. Bugun chorvalaringizning orasiga kirib, tog'il, chipor va qora qo'ylarni hamda chipor va tog'il o'shklarni ayirib chiqay. Bular mening ish haqqim bo'lsin. Kelgusida sizga samimiyligimni mundaq ko'rsatmoqchiman. Siz mening ish haqqimni tekshirib kelganingizda, agar mening chorvalarimning ichida tog'il va chipor bo'lmagan o'shka yoki qora bo'lmagan qo'ylarni uchratsangiz, ularni o'g'irlab kelingan deb bilalaysiz. Laban, sening taklifingga qo'shildim. Deganingdek bo'lsin, dedi. Biroq shu kuni Laban asli Yoqubga tegishli bo'lgan tog'il va chipor akak o'shklar bilan chipor va oxiran aralashgan kishi o'shklarni hamda barliq qora qo'ylarni ostirdan ayirib chiqib, o'z o'g'illariga boqtirdi. Ondan u bu mallarni Yoqubdan 3 kunlik yiroqlikdagi bir joyga elib ketdi. Yoqub Labanning qolgan podlarini boqdi. Buni bilgan Yoqub terak, badam va chinor daraxtlaridan ko'k shoxlarni kesib, qovzig'ini tog'il shaklda, ya'ni bir yo'lda qovzaq bor, ya'ni bir yo'lda qovzaq yo'q qilib so'ydi. U bu shoxlarni mallarning o'qurlariga, ya'ni mallarning oldiga sanchib qo'ydi. Mallar suv ishkili kelganda shu yerda juplashib qoladi. Mallar shoxlarning oldida juplashsa, tog'il va chipor qo'zlarni tug'atdi. Yoqub ularni qog'onlardan ayirib qo'ydi. U qog'onlarni Labanning tog'il va qora qo'ylariga qartib qo'yib, urug'landirdi. Shunda qilib, Yoqub o'z podlarini ko'paytdi hamda Labanning podlaridan ayirdi. Sog'lom mallar juplashsa, Yoqub shoxlarni ularning oldidagi o'qurga sanchib qo'yatdi. Mallar shu shoxlarning yonida juplashadi. Lekin teni ojiz mallar juplashsa, shoxlarni sanchimaydi. Uzun o'tmay, o'ruq mallar Labanga kelib, semiz mallar Yoqubga o'tdi. Shunda qilib, Yoqub bag'on siri beyib, nurg'un qo'y podilari, ayol qullar, to'ga va eshaklarga ega bo'ldi.